Salam ko'pchilik, men Elit Yami futbol klubining treneri Erpan Terner. Ko'rayotganlarga o'xshash biz shanba-shanbalik hamda shu hafta oxirligidagi jing ben ya'ni alayda sinfimizniki mashqimizni boshlab oldik. Ya'ni ta'tildan keyin hamda bizning Turpandagi bu qadam o'tkazilgan 34 dan talish ya'ni Abdullah Rahim bo'yicha o'tkazilgan yosh o'smirlarningki eng yaxshi, eng yorqin musobaqasi bo'layotgan shu musobaqada biz qo'sh chempionlikni ilib kelgandan keyingi mashqimizni ham normal mashq qilib oldik. Mana shu ko'rayotganlar shu qadam 2013-14-da chempionlikni olgan bolalarimiz. Bular yana bundan keyingi biz o'z maydonimizni o'tkazishni planlayotgan 5-oy va yoki 10-oydagi biz shu Abdullah Rahim bo'yicha shu yoshdagi hatto boshqa yoshdagi va yosh cheklimizdagi bolalarning musobaqasini o'tkazishni planlayapmiz. Shu musobaqa uchun hozirdan boshlab jiddiy tayyorlik qilyapmiz. Undan boshqa biz yana oldida bor bo'lgan 2 yoshdagi ya'ni 2015-2016, 2013-2014 yoshdagi shu jing mendan boshqa yana shu har bir shu natija olgan yoshdagilarningki B komandasi hattoki C komandasini oshgan bo'ldi. Undan boshqa 2017-18 hattoki 19-20 yil tug'ilgan bolalarning jing ben ya'ni alayda sinfni biz ochdik, ta'sis qildik. Hamda shu sinflarimizga to'xtamay o'quvchilarni qabul qilyapmiz. Shuningdek bolalarni haftada 4 kun yaxshi bo'lgan, unumli bo'lgan shu mashq bilan, yaxshi bir afzal sharoit bilan xillangan yaxshi trenerlar guruhi bilan mashqlantirishni xohlayotgan ota-onalarniki bizning Elit Yami futbol klubini tanlashini, eng oldin tanlash qilishini chin yurtimizdan umid qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlagan shu musobaqa jarayonida bizni qo'llab-quvvatlagan ota-onalarga, klub rahbarligiga, shundaqla shu yaxshi korxonachilarga yana bir qatam chin yurtimizdan rahmat aytamiz. Rahmat.